Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, mana Alloh taolo bugun xursandchilik qiz nevara berdi. Nevaralar soni 8 taga yetdi. Alhamdulillah. Duo qilib qo'yasizlar. Mana hozir bomdod namozlariga Masjidul Nabaviyga kirib ketyapman. 40 ta farzni jamoat bilan o'qishlikda harakatida mana bugun 24-chi farz namozlariga jamoat bilan o'qishlikka kirib ketyapman. Bu gaplarni aytishdan maqsad shuni ilinib, mana sizlarga qiziqtirish maqsadida, niyat qilish maqsadida shu tarmoqlarga joylayapman. Duo qilib turasizlar, ilohim Xudoy taolo noumid qilmasin, to'liq bajarishlikni Xudoy taolo nasib qilsin. O'tgan safar kelganimizda Xudoga shukr, alhamdulillah 41 ta farz namozini jamoat bilan birin-ketin mana shu Masjidul Nabaviyda o'qimoqlikqa erishganmiz, alhamdulillah. Bu aslida oson narsa emas, insonning o'ziga bog'liq narsa emas. Xudodan astoydil so'rab, bir sabablar bilan kirolmay qolish mumkin, ulgurmay qolish mumkin. Shunda uzilish bo'lsa, bunaqa narsa bo'lmasin, ilohim. Shu narsalarni mana sizlarga yetkazib qo'yapman va ilinyapman. Xudoy taolo ilohim barchamizga mana shu Madina-i Munavvarada Masjidul Nabaviyda jamoat bilan 40 ta farz namozlarini o'qishlikka musharraf qilsin, ilohim.